Bizda uyda shunaqa ovqatlanamiz. Yoqimli ishtaha. Siz nima? Rahmat. Bitta kosaga to'yasizmi? To'yaman albatta. Qo'ying. Bitta kosaga men hech qachon to'ymayman. Xo'p, Ovqatlari shirin ekan. osh bo'lsin. Men oldin bu yerga kelmagandim. Yoqimli ishtaha sizga mana. Achchulari bilan yeng, mazali ketadi. Achchig'i shunaqa yaxshi ko'raman. Yoqimli ishtaha. Rahmat. Balkim oyog'ingizni tushirib o'tirarsiz. Oyog'immi? Oyog'im sizga xalaqit qilyaptimi? Joyida turibdi. Yo, odamlar g'alati qarayapti-da bizga. Bitta gap. Odamlarga chizib qo'yganim bor. Ja uyalayotgan bo'lsangiz, mana uni surib qo'ysangiz, ko'rinmaydi. Shu ovqatni ham olib beringchi. Olib bering. Menga shunaqa Bu o'tirish. qaynoq lekin. Kuyib qolmang tag'in. Mazasini Sekin. Kuyib qolasiz. Xavotir olmang. O'rganib qolganman. Buni ham yeymiz. Nima qo'yib beray sizga ichishga? Kompot? Ha, Choy ham bor. yo'q, kompot. Zo'r o'tirish bo'lyapti. Menga yoqyapti. Men bilan zerikmaysiz. Aslida qizlar bolalarga xizmat qilmasmidi bunaqa paytda? Bizning uyda shunaqa. Qizlar erkaklarga choy uzatadi. Bizani uyda ham uzatadi. Biz hozir uyda emasmiz. Bundan keyin men sizni xotiningiz bo'lganim yo'q, choy qo'yadigan. Yaxshi. Yeysizmi? Yoqimli ishtaha. Rahmat, siz yeyvering. O'zingiz bilasiz. Ishtaham ochilib qolsa sizga qo'shilib sherik bo'larman. Ammo ishtahangiz ochilsa, o'zingizga alohida buyurtma qilasiz. Ko'ramiz. Oling. Yoqimli ishtaha. Rahmat.